savdo dasturimizni mobil ilovasini tanishtirib o'taman. Bu yerda 1S bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilingan asosiy mana shu bosh sahifasida umumiy ma'lumotlar ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda qancha sotuv qilganimiz, qancha foyda bo'lgani, kassamizda necha pul borligi, necha pul jami bizda qarzimiz borligi, jami klientlarda bizdan necha pul qarzi borligini ko'rsatib turadi. Sotuv dinamikasini ko'radigan bo'lsak, bu yerda o'sha umumiy kun bo'yicha ko'rsatib turadi. Bizda faqat hozircha mana shu savdo bo'ldi xolos. Endi ko'radigan bo'lsak, bu yerda eng yaxshi sotilayotgan tovarlarimiz hisobotini ham ko'rishimiz mumkin. Eng yaxshi mijozlarimizni ham ko'rishimiz mumkin va kassa qoldig'ini ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda necha pul naqd pulimiz bor, necha pul plastik bo'lishi kerak, kassada qancha plastikda pul tushgan bo'lishi kerak, mana shu qoldig'ida ko'rsatadi. Keyingi bo'limimiz hisobotlar bo'limi. Hisobotlar bo'limidan sotuv bo'limimiz bor. Bu yerda sotuvga kiradigan bo'lsak, buni bosadigan bo'lsak, ustiga qancha sotuv bo'ldi va qancha foyda bo'ldi. Bu yerda shu mahsulotlar bo'yicha ko'rsatib beradi. Jami 12 millionlik mahsulot sotilgan. Rentabillik 25.7, foydamiz 3.186.000. Bu ya'ni yalp foydamiz degani. Va pastda mahsulotlarni ko'rsatib turadi, nima sotilganligini. Jami 24 ta mahsulot sotilgan. Bu yerda 12 million so'm bo'lyapti. Keyingilari tushum va foyda. Bu yerda jami kun bo'yicha ko'rsatadi. Umumiy kun davomida qancha sotuv bo'ldi va qancha tan narxi va foydagarlikni umumiy kun bo'yicha ko'rsatadi. Oyda tanlaydigan bo'lsak, har bitta sana bo'yicha ko'rsatib turadi. Endi kunlik sotuvga kiradigan bo'lsak, bu yerda mijozlar bo'yicha ko'rsatadi. Ya'ni 9 ta bizda chek bo'lgan 12 million so'mlik savdo bo'lyapti. Endi top mijozlarga kiradigan bo'lsak, eng yaxshi biz bilan ishlayotgan mijozlarni ko'rishimiz mumkin. Keyingi bo'limimiz pul kassa qoldig'i. Buni kiradigan bo'lsak, bizda bugungi kun holatiga mana kassamizda qancha pul qoldig'i borligini ko'rishimiz mumkin. Dollarga bosadigan bo'lsak, dollardagi kassamizda qancha pul bo'lishi kerak buni ko'rsatadi. So'mga bossak, so'mdagi kassamizni ko'rsatadi. Endi kassa aylanmasiga kiradigan bo'lsak, bugun kun davomida qancha bizga pul tushdi, qancha chiqim bo'ldi va qancha qolishi kerak, shularni ko'rishimiz mumkin. Keyingi hisobotimizni ko'radigan bo'lsak, kassir hisoboti bor. Bu yerda kassir hisoboti kun davomida mana necha pul qabul qilindi, necha pul berildi va kun oxiriga yana qancha pul qolishi kerak, shuni ko'rishimiz mumkin. Endi bizga qarzni bosadigan bo'lsak, jami bizdan qarzi bor mijozlarning ro'yxati chiqadi. Bu yerda muddat o'tganlari ham bor. Ya'ni muddatini belgilab qo'yadigan bo'lsak, sotayotgan vaqtimizda agar muddatdan o'tib ketib qolsa, alohida hisobga olib qo'yadi. Ya'ni umumiy qarz shuncha, shundan monchasini muddati o'tdi deb ko'rsatib turadi. Endi solishtirma dalolatnomaga kiradigan bo'lsak, filtrda bironta misol mijozni tanlaydigan bo'lsak, jami shu mijozni bosh qarzi qancha edi, necha pullik tovar berganmiz, necha pul to'layapti va oxirgi qarzini ko'rsatib turadi. Endi keyingisi tovar qoldiqlariga kiradigan bo'lsak, jami bizda nechta tovarimiz bor, umumiy miqdori qancha, qoldiq miqdori va umumiy summasi qancha, shuni ko'rishimiz mumkin. Mana 597 ta jami tovarimiz bor, 19 xil tovarimiz bor, qiymati 152 million so'mlik. Endi hujjatlar bilan tanishadigan bo'lsak, bu yerda plyusni bosadigan bo'lsak, sotuvni amalga oshirishimiz mumkin. Birinchi sotuvga kiramiz. Sotuvga kirganimizdan keyin mijozni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mijozni tanlab turib, mana shu joyga kirsak, misol uchun Davronga biz savdo qilmoqchimiz, Nasiyaga. Endi misol u pul beraman deyapti, 20 kunda pul beraman deyapti. 29-avgustga to'g'ri kelar ekan. Endi tovar tanlayapmiz. Misol uchun bizda faqat qoldiqda borni tanlaydigan bo'lsak, bizda faqat aslatkamizda bor tovarlarni ko'rsatib turadi. Blenderda tanlaymiz. Mana 500 ming so'm narxi, uni pastida 40 shtuk degani qoldig'i. Chap tarafda tovarning nomi va pastda tovarning kodi bu. O'ng tarafdagisi
500 ming so'm narxini pastidagisi tovarni qoldig'i hisoblanadi. Uni bosamiz mana tovarni tanlash uchun va bu yerda miqdorini belgilashimiz mumkin. Mana misol uchun 2 dona. Yana tovarni qo'shamiz. Misol uchun dazmol sotmoqchimiz. Dazmoldan 4 dona. Va mana shu joyda qolgan qarz degan qizil yozuvda mana chiqdi. Bu qarzga beryapmiz. Agarda mabodo naqd pulni 100% to'layotgan bo'lsa naqd pulga yoki plastikda to'layotgan bo'lsa plastikka bosib qo'yadigan bo'lsak, bizda 100% naqd yoki plastikka savdo bo'lgan bo'lib qoladi. Endi biz hozir qarz holatini ko'rib chiqmoqchimiz. Buning uchun mana tovarlarni tanlab bo'lganimizdan keyin saqlash va o'tkazish knopkasini bosamiz. Mana bizda o'sha tovar sotish hujjatimiz yozildi. Tepada o'tkazilgan bo'lib, yashil anaqada chiqdi. Hujjatlarning ro'yxatini ko'rish uchun hujjatlarga kirib turib, tovar sotishga kiradigan bo'lsak, mana biz hozirgi kiritgan hujjatimiz mana shu joyda aks etdi. Endi naqd pulga savdo qilishni ko'rib chiqamiz. Naqd pul yoki plastikka. Buning uchun mana shu joyga kiramiz. Kirganimizdan keyin bu yerda oddiy xaridorni tanlaymiz mana. Oddiy misol uchun bizga notanish bo'lgan shunday tovarni olib chiqib ketadigan o'sha oddiy xaridorlarni tushunishimiz mumkin. Endi bu yerga mana tovar qo'shamiz. Aytaylik mana elektr choynakni bosamiz. Misol uchun bizdan 3 dona mana sotib olmoqchi va bizga naqd pul beryapti mana naqd pul. Agar plastik bersa mana shu plastikni bosib qo'yamiz. Naqd pul bo'lsa naqd pulni va saqlash va o'tkazishni bosamiz. Shu bilan bo'ldi. Bizda o'sha tovar sotildi. Va hisobotlarga u kiritildi. Endi keyingi bo'limimiz pul qabul qilish degan joyi. Pul qabul qilishga bossak, endi kontragentni tanlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun pul qabul qilishda bizga nasiyaga tovar bergan bo'lsak, mijoz pulini olib keladigan bo'lsa, shuni kirim qilishni hozir ko'rib chiqamiz mana. Misol uchun mana Bobur bizga pul olib kelyapti. Summasi mana 350 ming so'm misol uchun. Izohga yozib qo'ysak bo'ladi. Mana qarzini berdi deb. Qarzini berdi deb yozib qo'yamiz. Endi saqlash va o'tkazish knopkasini bosamiz va bizda Boburning qarzdorligidan 350 ming o'chirdi va kassamizga bu pul kelib tushdi. Mana bu pul qabul qilishga kiradigan bo'lsak, mana ro'yxatiga qo'shildi bu hujjatimiz. Endi keyingisi xarid. Xarid bu tovarni qabul qilish, tovarni kirim qilish, ya'ni biron joydan biz tovarni olib kelib, omborimizga kiritmoqchi bo'lsak, xaridni bosamiz. Endi kimdan olib kelganimizni bu yerda belgilashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, bizda ta'minotchi degan tovar yetkazib beruvchimiz bor. Qarasak, bu yerda mana qizilda ko'rinib turadi. Qizil bo'lsa bu bizning qarzimiz, yashil bo'lsa bu haqqimiz bo'ladi. Buni bosamiz ustiga. Endi tovarlarni tanlaymiz. Tovarlarni tanlab turib, tovarni tanlaganimizdan keyin bu yerda mana miqdorini belgilaymiz. Blenderdan mana 3 ta kirim qo'ymoqchimiz mana shu tovar yetkazib beruvchidan. Agar naqd pulni to'lagan bo'lsak, mana shu naqd pulni tanlaymiz. Plastik to'lagan bo'lsak, plastik tanlab qo'yamiz. Yoki qarzga olib kelgan bo'lsak, mana shu qolgan qarz mana shunday qolaveradi. Saqlash va o'tkazishni bosamiz. Mana bizda o'sha yozildi. Keyin keyingi bo'lim plyusni bosganimizda xarajatlar, ya'ni kassamizdan qilinadigan xarajatlar. Bu yerga mana misol uchun obed yoki yo'l kira yoki elektrga mana pul berishimiz mumkin. Misol uchun yo'l kiraga 20 ming so'm beramiz, rasxod qilamiz. Mana shu joyga saqlash va o'tkazishni bosamiz. Mana bizda xarajat yozildi o'sha. Bu xarajatlarda bu tepada mana o'zi tanlaydigan joyi bor. Mana xarajatga bossak, hozirgi qilgan xarajatimiz mana bu joyga kelib tushdi mana 20 ming. Keyingisi plyusni bosganimizda tovarni qaytarish, tovarni yetkazib beruvchiga to'lov, tovardan ko'chirish, ya'ni bitta ombordan ikkinchi omborga ko'chirish. Pul ko'chirish degani, ya'ni bitta skladdan ikkinchi skladga tovar ko'chirish, pul ko'chirishni tushunamiz. Endi biz mana tovar vaziratni bitta ko'rib chiqamiz. Tovar vaziratga bossak, endi bizga kimdan tovar qaytib kelyapti? Endi shuni belgilashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun Abdulazizdan mana tovar bizga qaytib kelib qolyapti. Buning uchun mana qaysi tovar olib kelganini
o'zini klienti tanlab bo'lgandan keyin mana shu joyga tovar qo'shishni bosamiz. Misol uchun mana blender qaytarib kelyapti. 500 ming so'm bizga qaytarib kelyapti. Bo'ldi mana. Buning uchun tovarni tanlaymiz va miqdorini tanlaymiz. Nechta qaytib kelganini. Keyin agar misol uchun qaytarib kelgan tovariga biz kassadan pul berib yuborayotgan bo'lsak, buni tanlab qo'yamiz. Naqd pulda pul bersak, agar plastikda pulni qaytarib berayotgan bo'lsak, misol uchun plastik yoki klikda bo'lsa, mana shuni tanlab qo'ysak bo'laveradi. Endi mana misol uchun umuman biz pul qaytarib bermayapmiz, faqatgina tovarni qaytarib olib kelib berdik. Misol uchun doimiy mijoz tovarni qaytarib berdi. Shuni ko'rib chiqamiz mana. Buni saqlash va o'tkazishga bosadigan bo'lsak, mana bizda уже tovar vazirат bo'ldi. Buni